Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun kelingizlar Gujettokom mevasi sahar kasalligida, ya'ni qand kasalligida qanaqa bo'ladi, shu foyda beradimi yo'qmi degan savollar oqibatda ko'p tushyapti. O'sha uchun bir gaplashib olsak sahar haqida. Sahar o'zi nima? Mana qonda qand miqdorini ko'payib ketishi, insulin ishlab chiqarishning kamayib ketishi, oshqozon bezini yaxshi ishlamasligi, ish faoliyatini to'xtatganligi, o'shanda qonda qand miqdori ko'payib ketgandan keyin bu sahar deb ataladi-da. Saharga parvosizlik qilib yursa, juda oxir oqibatlari qiyin bo'ladi. Bu sahar kasalida doimiy parhez, doimiy o'zining dorilari bor, o'shalarni ichib yurish kerak. Sahar kasali juda yomon kasal. Qo'rqqan odamga, lekin qo'rqmasdan turib, saharga to'g'ri muolaja qilib, to'g'ri qarab, to'g'ri e'tiborli qilib yurgan odamga sahar bezovta qilmaydi. Masalan, Gujettokomni saharga qanday foydasi bor deyiladigan bo'lsa, даже saharda boshlanishini to'xtatib ham beradi deyilganda. Endi kimdadir boshlanish kursi bo'ladi, kimdadir o'sha anchagina yuqtirib qo'ygan. Sahar balandga ko'tarilib ketadi. Mana sahar baland bo'lib yurgan odamlarda ham agar shuni doimiy iste'mol qilib yuradigan bo'lsa, sahar bezovta qilmaydi. Sahar bezovta qilmaydi. Chunki bunda aytilyapti, qondagi qand miqdorini kamaytirib, insulin ishlab chiqarishni yaxshilaydi deyilgan. Shuni evaziga sahar qondagi normalni bo'lib yursa, odam bezovta bo'lmaydi. Tak e'tiborli bo'lmasa sahar azob beradi. Chunki har bir yegan ichgan narsadan qonda qand miqdori ko'payishi mumkin-da. Masalan, qovun yeb bo'lmaydi, uzum yeb bo'lmaydi ular. Umuman shirinlik, даже mevalarni ham yeb bo'lmaydi-da, saharda mumkin emas. Bunda yesa bo'ladi. Chunki buni mana daraxtdan uzib pishganini yeydigan bo'lsa, saharga mana daraxtdan uzib pishganini yesa juda bir foydali. Chunki tarkibida 2% qand miqdori bo'ladi deganda. Mana quritilganda 12% gacha qand miqdori bo'ladi degan. Lekin bu yaxshi sahar uchun ham. Masalan, uzumlarda ko'pincha yeb bo'lmaydi-da. O'sha uchun buni iste'mol qilsa bo'ladi saharda. Buni doimiy iste'mol qiladigan bo'lsangiz, sizni bezovta qilmaydi. Qoningizda qand miqdori oshib ham ketmaydi, tushib ham ketmaydi. O'sha uchun doimiy iste'mol qilib yurish kerak. Parhezga ham salgina e'tiborli bo'lish kerak. Iloji bo'lsa mana hozirgi yopiladigan oq nonlarni iloji boricha kamroq iste'mol qilish kerak. Mana oq nondan voz kechsa ham bo'laveradi. Endi to'g'ri, qora non sal qimmatli qiladi olib yeyishga. Bu ha deganda ma deb qora nonni olib kelib bo'lmaydi. U qora non har joyda ham sotilavermaydi. O'zining maxsus do'konlari bor, o'shalarda sotiladi. Shunday ekan, uyda non qilinadigan bo'lsa, o'shani 8 kilo undan non qilinadigan bo'lsa, oilaviy, o'shanga bir 1,5 kilomi, 1 kilomi kepak aralashtirish kerak. Kepak juda bir foydali narsa. Kepakli non ili kepakni o'zini qaynatib, dimlab ichsa ham bo'laveradi suvga. 200 gram stakanga 1 qoshiqda solasiz, aralashtirib issiq ichib yeyaverasiz. Bu ichaklarni yaxshi tozalaydi-da kepak. Juda bir yaxshi narsa. Bu ish qotish ham bo'lmaydi kepak ichib yurgan odamlarda. Sahar uchun ham juda yaxshi narsa bunaqa taxlab ichish. Masalan, bu qanday immun ko'taryapti. Avvalambor saharda ham immun tushib ketmasligi kerak. Keyin qon quyuqlashib qoladi. Mana sahar qonga o'tgandan keyin shira ko'paygandan qon quyuqlashadi-da. O'sha uchun bu qonni yaxshi suyultiradi. Buni iste'mol qilgandan keyin mana qonni suyultiruvchi dorilar iste'mol qilib yuradi saharda. Ularni iste'mol qilmaslik kerak iloji boricha. Bu dori darmondan umuman postepeniy chiqish kerak-da. Doimiy buni iste'mol qilib yurish kerak. Qonni yaxshi suyultiryapti, qon aylanishini yaxshilayapti, qonni tozalayapti. Keyin mana ichaklarni yaxshi tozalaydi. Qabziyatni oldini oladi. Saharda qabziyat ham ko'p uchraydi. O'zi saharda kelib chiqishi o'zi mana notekis ovqatlanishdan, asosan shu notekis ovqatlanishdan, vesti oshib ketishdan kilogramda. Bu notekis ovqatlanishga deyarli ko'pchilik notekis ovqatlanadi. O'zimiz ham juda katta gapirolmaymiz.
to'g'ri ovqatlanaman deb bizlarda ham bor kamchiligimiz. Bizlar ham to'g'ri unday yo'lga qo'yolmaganmiz ovqatlanish. Lekin shunday ekan baribir ham e'tiborli bo'lish kerak. Mana ovqatni qorin to'yishdan oldin to'xtatish kerak. To'yishdan oldin o'zi to'ydim degan bir fikr kelish kerak miyaga. Shunda masalan kechki ovqatni ham qarang tushdan oldin yeb olish kerak. Kechqurun bir uxlab turib ham ochqab ketdim deb non-ponlar qo'shib yeb ketavermaslik kerak. To'g'ri, ochqab ketadi odam, nima qilish kerak? Hech bo'lmasa bir iliq suv ichib qo'ying, shu ham bir ona ochqaganda bosadi. Yoki meva-cheva yeb qo'ying, mana saharga to'g'ri keladigan mevalardan. Saharga ham har narsa to'g'ri kelavermaydi. Lekin doimiy bundan iste'mol qilib yuradigan bo'lsangiz, u bundayroq mevalar iste'mol qilib ketaversangiz ham farq qilmaydi. Chunki qonni me'yorda ishlaydi bu. Keyin doim kayfiyatni yaxshi ushlash kerak. Bu voy men sahar bo'lib qoldim, endi nima bo'ladi, endi nima qilaman, unaqa fikrlardan umuman voz kechish kerak. Men sahardan endi tuzalamanmi yoki saharda o'lib ketamanmi degan fikrlardan umuman chiqish kerak. Doim kayfiyatni yaxshi qilish kerak. O'ynab yuzingizdan doim kulgi kelib turish kerak, tabassum. U kasallikdan qo'rqmang, u sahar ham yomon, davulnasi ham, u yaxshi emas, u ham. Shunday ekan bir xursand bo'lib kayfiyat ko'tarib yashashni o'rganish kerak. U bo'lagan esa bo'laveradi, xumraysak ham bo'laveradi, kayfiyat ko'tarsak ham bo'laveradi. Avvalambor Allohda aytgani bo'ladi. Shunday ekan bir kun bo'lsa ham kayfiyatda yashashga harakat qilish kerak. Bu to'g'ri saharda chalingan odamda sal inchiq bo'lib qoladi. Salga bular emasga asabiy bo'ladi, chunki qon quyuq bo'ladi. Qoni quyuq odam asabiy bo'lib qoladi o'zi. Shunga harakat qilish kerak, shu bu qonni suyultirishga, asab bo'lmaslikka. Asab bo'ldingizmi, hazm buziladi-da. Mana asab bo'ldingizmi, o't qopi ham tashamay qo'yadi. Masalan, oddiy misol, siz bir yaxshi bir ko'rib ovqatlanadigan, taom qiladigan bir ovqatingizni suzib olib keldi eldingizga, shu pilada kimdir sizni uydagilardan kimdir sizni asabingizga tegdi-da. Asab bo'ldingiz, nervishit qildingiz, o'sha ovqat sizga umuman tamoningizdan o'tmaydi. Chunki appetitingiz buziladi asab bo'lgan pilada. Nastroyeniya tushdimi, appetit buziladi. Appetit buzildimi, nastroyeniya tushdimi, o't qopi ham tashamaydi. O't qopi tashamadimi, o'zi bilingki ish qotishga o'tadi, yo ichakda zaharlanishga paydo bo'ladi. Hazm bo'lmagandan keyin ichakda 36 gradusda turgan har narsa achiydi-da. Har narsa achiydi. O'sha uchun asab bo'lmaslikka harakat qilish kerak. O'ynab kulib yashashni o'rganish kerak. U bo'lagan narsa bo'laveradi. Hayotda nimalar bo'lmaydi, nimalar bo'lmagan. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin deb xursand bo'lib o'zingizni yashatating. Qaynatilgan suv, issiq suvdan ko'proq ichib yurish kerak doimiy. Mana shu go'jet to'qimdan iste'mol qilib kayfiyatingizni yaxshi qilib, o'zingizni bir xursand tutib, nimaiki yeysangiz ham kam-kam yeng, ko'p yemang, kam-kam. Asosan meva-chevalardan ko'proq yeyishni o'rganish kerak. Mana non, pon, xamroshli ovqatlar, bularni iloji boricha kamaytirish kerak. Sizni bezovta qilmaydi sahar ham. Faqat kayfiyatga ham juda katta bog'liq bu narsa. Bir o'rtog'imiz ham sahar orttirib olgan, doim noliydi-da, voy saharim oshib ketyapti, u dori topyapman, bu dori ichyapman, yetmay ketyapti. Qaysi kuni shu bir bola allab-sulab istiloga yetdikdan keyin choy ichdik, birgalashib, o'yin kulgi, ha ha ho ho ho. Keyingi kuniga borib so'radim, qanday saharing o'lchadingiz? Yo'q, ko'tarilgan yo'q deydi. Shu ovqatlar yesam ham ko'tarilmadi deydi. Значит, bu kayfiyatga bog'liq. Uyda xumrayib, men saharda orttirdim, endi nima bo'ladi degandan ko'ra, yaqa-baqa chiqish kerak, aylanish kerak, do'stlarni ko'rish kerak, bir yaxshi kayfiyatda gurung qilish kerak. Shunda sahar ham ko'tarilib ketmaydi, hazm ham yaxshi bo'ladi. Bu narsalar bari hazmni buzilishidan. Saharda ich qotish ko'p bo'lar ekan. Men ham ko'plarga surishtirib anaqa qilyapman, qo'ng'iroq qilishadi sahar bo'yicha. Shu go'jetda ko'p mevasi foyda qiladimi, yo'qmi deb. O'shanda asta gap tashlab ko'rganimda o'zlari aytishadi. Ich qotish bor menda deydi. Hazm buzilishi bor, kekirishlar bor deydi. O'sha uchun shu tomonlarga juda bir e'tiborli bo'lish kerak. Agar chini bilan ichingiz qotmasa, hazm yaxshi bo'lsa, jigarlar yaxshi ishlab tursa, sizda har qanday kasallikni organizm so'rib chiqaraveradi. Hozir sahari bilan boshqasi bormi? Masalan, shu oshqozon osti bezi ham ishlab boshlaydi, kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa. Bari injiqligingizdan, kayfiyat buzilishidan
ishlamay qoladi shu narsalar. Yoshingiz kattaroq bo'lsa, kayfiyatni ushlash kerak, bir o'zingiz qiziqqan bir hobbi narsalar bilan shug'ullanish kerak. Kimdir nimadir yasashga qiziqadi, kimdir bir muzika eshitishga qiziqadi, kimdir o'zicha muzika bastalaydi, kimdir qo'shiq aytadi, kimdir ogrodda bir yaxshi ko'rgan ishlari bor. O'shalarni qilib yoningizdagilarga ko'p e'tiborli bo'lmaslik kerak. Mayli kim nima desa desin, lekin faqat kayfiyatingizni yaxshi qiling. Shunda hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Orgazm o'zi so'rib chiqarib yuboradi har qanday kasallikda. Masalan, sahringiz ham yo'q bo'lib ketadi. Kayfiyatingiz yaxshi bo'lgan o'zingiz ham bir o'ylab ko'ring, sahringiz ko'tarilmaydi, oshib ketmaydi. Qachonki kayfiyatingiz buzilib, xumrayib, bir hech nima sizga yoqmay turibdimi, bilingki sahringiz oshadi. Yesangiz ham yemasa. O'sha uchun birinchi o'rinda kayfiyat. Kayfiyatni ko'tarish kerak. Mana shu go'jatdokomdan boshlashdan oldin bir qondagi qand miqdorini tekshirib olingizlar. Keyin bir 10 kun uzluksiz bir dorini ichganday qilib ichingizlardan keyin yana borib tekshirtirib olingizlar qondagi qand miqdorini. Sizga mana aniq bo'ladi qo'yadi. O'shanda o'zingizda bir ishonch ham bo'ladi shu go'jatdokom mevalariga. Tuzalishingizga ham yaxshi bo'ladi. Shular tomonlardan e'tiborli bo'lish kerak. O'zingiz kurashmadingizmi, kasalligingiz bo'yicha siz uchun boshqa hech kim kurashmaydi. Faqat o'zingiz kurashishingiz kerak har qanday kasalligingiz uchun. Bu kasalliklar ko'pini boshdan o'tkazib ko'rdim. Hammasiga o'zingiz, sababchi ham o'zingiz, kurashib yengib o'tayotgan ham o'zingiz. O'zingiz bir psixolog bo'lishingiz kerak bu uchun. Psixosomatika deydi. Odam o'zini o'zi ishontirib borish kerak. Men tuzalaman, tuzalishim kerak. Tuzalyapman, mana shuncha ishlarim turibdi oldida. Nevara-chevara everlarga bosh bo'lish kerak. 100 yil, 120 yil yashaysiz. Agar shu metodda yashab o'zingizni bir ishontirib, o'zingizni qiziqtirib hayotga hech qachon hayotdan nolimaslik kerak. Hayotimiz juda yaxshi. U nima u sahir? Sahirdan kuchlarni ham davolasa bo'ladi. Har qanday dardni davolasa bo'ladi. O'sha uchun faqat ishoningizlar o'zingizga, o'zingizlar harakat qilingizlar. Mayli sog' bo'lingizlar, kasal bo'lmangizlar. Har qanday darddan qutulingizlar.